This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum muhtaram radio anglagıçılar. Erkin Asya Radyosu hoş geldinglar. Anlavatqaninglar paytaxt Washingtondan 10 fevral dushanba anglatilayotgan Erkin Asya Radyomuzning 1 soatlik Uyg'urcha anglatishi. Bugungi program riyosatchiligi uchun Gulchehra xizmatda. Navbatda bugungi program o'rinlashtirishimizdan qisqacha ma'lumot berib o'tay. Anglitishimizni odatdagidek xalqaro iqlim masalalari shundaqla Uyg'urlar munosabatlik yangi qisqa xabarlar bilan boshlaymiz. Gündəlik qısqa xəbərlərimizdən keyin vaqa ham mülayiza hamda obzor anglitish programmalari bo'yicha yangi temalarda tafsiliy xabar analizlari hamda obzorlar anglaysizlar. Muhtaram radio anglag'uchilar, bundaqda bugungi 1 soatlik radio anglitishimizni yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Diqqatinglar avval o'z muxbirimiz Erkinning tayyorlashidagi kundalik qisqa xabarlarni bo'lg'ay. Bugungi programmamizni yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Amerika prezidenti Trump Xitoy mallarga 10% boj qo'yib uni o'tgan hafta rasmiy ijro qilishning orqasidan 9 fevral kuni yana chet elning po'lat temir va alyumin mahsulotlariga 25% boj qo'ydiganligini e'lon qilgan. Amerika mamlakatlik ommaviy radiosi NPR va boshqa Amerika taratqullarining xabar qilishicha, Prezident Trump 9 dekabr aeroplanda Amerikaning Yangi Orlean shahrida o'tkazilgan mamlakatlik zaytun top darajadan tashqari chempionlik musobaqasini ko'rishga ketib o'tib, muxbirlarga Amerikaga kirgan har qanday po'lat temirga 25% boj qo'yilganligi, buning alyumin mahsulotlarini o'z ichiga oladiganligini aytgan. Prezident Trumpning bildirishicha, u 11 yoki 12 fevral kunlari buningga qarshi o'chilish xarakterlik jazo tadbiri yurgizgan davlatlarga qarata inkas xarakterlik boj tadbiri e'lon qilishni planlamoqda ekan. Xabarlarda uning agar ular bizdan boj olsa, bizmi ulardan boj olamiz. Bu mushundoq bo'ladi. Bu har bir davlatga qarab bo'ladi deganligi qayd qilinmoqda. Xabarlarda bu tadbirdan Meksika bilan Kanadaning eng ko'p ta'sirga uchraydiganligi qayd qilinayotgan bo'lsa-mu, ammo Trumpning bu qarori Xitoyning 10 fevraldan boshlab bir qator Amerika mallariga o'chilish xarakterlik tamojni beji qo'yishga boshlashining harfisi e'lon qilingan. Prezident Trump o'tgan hafta fentanil sababidan Xitoy mallariga 10% boj qo'yganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy hukumatimi xam neft, suyuqlantirilgan tabiiy gaz, mashinsozlik va boshqa bir qism Amerika mallariga 10% dan 15% gacha boj qo'ydiganligini e'lon qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Gu Jiakun 10 fevral muxbirlarga biz Amerikaning xato harakatini to'xtatishi ham iqtisodiy ham savdo ishlarini siyosiylashtirishni va uni qurolga aylantirishni to'xtatishni umid qilamiz degan. NPRning bildirishicha, Amerika bilan Xitoyning savdo sirkilishi Xitoy iqtisodi intayin mushkul vaziyatga tushib qilib, uy-mulk bozori krizisga patgan, qarz ko'payib, pul qimmatchiligi yuz bergan. Xitoy iqtisodiy turg'un vaziyatdan qutulolmayotgan bir payt portlagan. Xitoy raisi Xi Jinping Rossiyaning bu yil 5-oyda o'tkaziladigan sobiq Sovet ittifoqining 2-dunyo urushida natsistlar Germaniyasining ustidan g'alaba qilishi munosabati bilan o'tkaziladigan g'alabiyat kuni paradiga qatnashish taklifini qabul qilgan. Reuters agentligining bildirishicha, Rossiya davlat axborot agentligi KASS dushanba kuni, ya'ni 10 fevral bergan xabarda Rossiyaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Igor Morgolovning so'zini naql keltirib, Xitoy raisi Xi Jinping 9 may kuni Moskvada o'tkaziladigan Ulug' Vatan urushining 80 yilligini tabriklashga qatnashish taklifini qabul qildi degan. Moskvaning g'alabiyat kuni tabriklashiga ilgari G'arb davlatlarining rahbarlari qatnashib kelgan bo'lsa-mu, ammo Rossiyaning 2022 yil 2-oyda Ukrainaga qurolli tajovuz qilishidan keyin ular bu paradga qatnashishni to'xtatgan. Halbuki Xitoy Rossiyani diplomatik va iqtisodiy jihatdan izchil qo'llashni davomlashtirib kelgan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining sobiq bosh kotibi
Jens Stoltenberg o'tgan yili 9 ayda Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qo'zg'agan tajovuzchilik urushini qo'llayotgan ochqishliq omilga aylanganligini bildirgan. Shu sababdan Amerika Rossiyaga yordam qilayotgan ba'zi Xitoy shirkatlariga embargo yurgizgan edi. Reuters agentligining bildirishicha, Rossiya bosh elchisi Igor Morgulov yana Xi Jinpingning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni bu yil 9 ayda o'tkaziladigan Xitoyning Yaponiyaga qarshi urushining g'alabasini tabriklashga taklif qilganligini aytgan. Natsistlar Germaniyasi 1945 yili 8 may kuni ittifoqdosh davlatlarga shartsiz taslim bo'lgan bo'lib, Amerika, Fransiya, Angliya qatorliq davlatlar shu kunni Yevropaning g'alabiyat kuni qilgan. Ammo Moskva sobiq Sovet ittifoqi davridan buyon 9 mayni o'zining g'alabiyat kuni sifatida tabriklab kelmoqda. Xitoy tamojna sonliq ma'lumotlarining oshkorlashicha, Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan 2024-yildagi import-eksport savdosi 237 milliard dollarga yetib, rekord yaratgan. Xitoy hukumatı Uyg'ur elini Xitoyning ochliq bexatarligiga kapolatlik qilish bazasiga aylantirish strategiyasi bo'yicha terilg'u ko'lami va ochliq ishlab chiqarish miqdorini oshirish bilan bir vaqtda yana Xitoydagi eng cho'ng salmon beliqi yetishtirish bazasiga aylantirishga kirishgan. Beijing gazetining oshkorlashicha, Uyg'ur elining bu yil salmon beliqi ishlab chiqarish salmog'ini Xitoyning mamlakatlik umumiy xam salmon ishlab chiqarish salmog'ining 30% dan oshirib, Xitoydagi eng cho'ng salmon belig'i yetishtirish bazasiga aylanishi kutilmoqda ekan. Xabarda Xitoy doiralarining buni ishga oshirish uchun yangi texnikalarni qo'llanayotganligi qayd qilinmoqda. Xitoyning bu plani 2024-yil Uyg'ur elining umumiy terilg'u yer ko'lami 106 million mo'ga yetib, Xitoy bo'yicha 5-o'rinni egallagan. Rayonda 2,290,000 mo terilg'u yer ko'paygan. Bu Xitoyda o'tgan yil ko'paygan umumiy terilg'u ko'lamining 38,6%ni tashkil qilib, rayonning umumiy ochliq ishlab chiqarishi 46 milliard 600 million jinga yetganligi qayd qilinayotgan bir paytda o'tirg'i qo'yilmoqda. Sina maliya xabarlarida 2024-yili Uyg'ur elining Nilqa, To'qqiztara qatorliq noyalardan ko'p joylarda salmon beliqi sinoq bazalarining qurilib, muvaffaqiyat qozonganligi, bu sinoq bazalarining bu yil Altay, Qashqa qatorliq joylarga kengaytirilganligi bildirilgan. Xitoy taratqullarining o'tgan yili bergan xabarlarida Shandongdagi Meija guruhining rayonda beliqchilik maydonlarini qurganligi, uning Maknaisdagi beliqchilik maydonida dengiz mahsulotlarining ishlab chiqarilayotganligini bildirgan. Albuki Amerikadagi qonunsiz okean qurilishi tashkiloti 2023-yil 10-oyda Shandongdagi mazkur dengiz mahsulotlari shirkatining Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini ishlatadiganligini oshkorlagan. Arqadilla Amerika Ana Vatan Xavfsizligi Ministerligi Meija guruhini qora tizimga kirgizgan edi, lekin Sina maliya xabarlarining oshkorlashicha, Xitoy tadqiqotchilari sirtdan import qilingan ko'payish iqtidori yo'q 3 xromosomlik Hasan Husan salmonlarining genini o'zgartirish orqali Xinjiangning asosli salmon turlarida importga aylanish masalasini hal qilgan. O'xshash bir vaqtda Uyg'ur avtonom rayonlik yezi igilik tarmoqlarining bu yillik yangi ochliq ishlab chiqarish plani bekitib, 2025-yili o'tgan yilqidan 1 milliarddan ortiq ochliq ishlab chiqarishni o'ttirg'i qo'ygan. Albuki Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari bu plan texnik ko'p Uyg'ur yakki dehqonchilik oilalarining terilg'u yerlarining tartib elinib, ko'lamlashgan Xitoy dehqonchilik fermalariga o'tkazib berilishini kuchaytirishidan andish qilmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 13 fevral Londonni ziyorat qilib, Angliya Tashqi ishlar ministri David Lammy bilan Hong Kong masalasi, Angliyaning Uyg'ur elidagi ba'zi Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish qatorliq bir qator sabablardan yiriklashib ketgan munosabatlarni normallashtirish haqida suhbat o'tkazdi ekan. Angliya bosh ministri Keir Starmerning bayonoti 10 fevral muxbirlarga ikki tarafning xalqaro xavfsizlik va Ukraina urushini o'z ichiga olgan bir qator masalalarni muzokara qilganligini aytgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, David Lammy bilan Wang Yi 2018-yildan beri to'xtab qolgan Angliya-Xitoy strategik dialogini asliga keltirishni so'zlashdi ekan. Angliya-Xitoy strategik dialogiga COVID-19 virusi yuqumi mezgilida to'xtatib qo'yilgan bo'lsa-mu, ammo Angliyaning ba'zi Xitoy mablag' selish turlarini davlat xavfsizlik andishalari sababidan cheklashi,
Hong Kongda erkinlikning bostirilishi va Uyg'ur elida kishilik huquqni dafsanda qilishga qatnashgan bir qancha Xitoy amaldori bilan Xinjiang ishlab chiqarish qurilishi Bingtuaniga embargo qo'yish qatorliq sabablardan bu dialog COVID-19 yuqumidan keyin to'xtab qolgan edi. Wang Yining Angliya ziyarati Uyg'ur Tibet, Hong Kong, angliyalik o'qituvchilar va Xitoy demokratlarining 8 fevral kuni keng ko'lamlik namoyish qilib, Xitoyning Londonda yangi elchixona silishiga qarshi chiqqan. Shuningdek, kishilik huquq tashkilotlari Angliyaning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini nishonliq cheklashini talab qilayotgan mazgilda ilib berildi. Angliya Emgak partiyasi ilgari hokimiyatga kelsa, hukumatning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo bu partiya o'tgan yil 7-oyda hukumat qurgandan keyin o'zining bu va'dasidan yenib olgan. Emgak partiyasi hukumati va'dasidan yenib qolmay, balki yana Xitoy bilan bo'lgan munosabatini yaxshilashga kirishgan. Ma'lum bo'lishicha, Angliya hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga xalqaro sudning qaror berish kerakligini aytgan. Xabarlarda Wang Yining ziyarati Angliya hukumati Xitoyning Londonda zo'r ko'lamdagi yangi elchixona qurish planini tekshirishga buyurishining orqasidan boshlanganligi. Yerlik siyosiyonlar elchixona qurilishiga qarshi bo'lsa-mu, lekin David Lammy bilan ichki ishlar vazirining yaqinda elchixona qurilishini qo'llaganligi qayd qilinmoqda. Xitoyning Yevropa Ittifoqining Qashqarda Rossiya bilan birlashib, odamsiz qurolli kuchli zavod qurganligi haqida ziddiyatli uchurlarni berganligi. Shuningdek, uning bu zavodning bartaraf qilinganligini bildirgan bo'lsa, ammo ba'zilarning buningga qoyil bo'lmaganligi ilgari surilmoqda. Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy tegarlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, navbatda Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarata yurgizilgan embargoga xiloflik qilgan 25 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizishni planlamoqda ekan. Xabarda vaziyatning xabarda amaldorlarning bergan uchuri naql keltirilib, Xitoyning Yevropa Ittifoqiga xeyli bir mazgillik kechikishdan keyin Qashqardagi odamsiz ushqu zavod haqida ziddiyatli uchurlarni berganligi. Xitoy ilgari bundoq bir masalaning borligini inkor qilgan bo'lsa-mu, lekin hozir bu masalaning bir taraf bo'lganligini qayd qilganligi bildirilgan. Reuters agentligi 2024 yil 9-oyda Xitoyning Xinjiandagi bir texnik shirkatining Rossiya harbiy sanoat sistemasiga qarashli bir shirkat bilan birlashib, Qashqardagi iqtisodiy taraqqiyot rayonida qurolliq odamsiz uchqu ishlab chiqarib Rossiyani ta'minlayotganligi, Rossiyaning bu odamsiz uchqularni Ukraina jang maydonida ishlatayotganligini xabar qilgan. Bu xabar Amerika va Yevropa Ittifoqining alohida diqqatini qo'zg'agan. Yevropa Ittifoqi va Angliyani o'z ichiga olgan 15 Yevropa davlati o'rtaq diplomatik talab qo'yib, Xitoyning bunga tushuncha berishini talab qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi ilgari biz to'qinishayotgan hech qanday bir tarafni ajalli qurollar bilan ta'minlamadik. Biz harbiy va qo'sh maqsadda ishlatadigan odamsiz uchqularni eksport qilishni qonun tuzum bo'yicha qattiq kontrol qilyapmiz degan. Lekin Janubiy Xitoy tegarlik pochtasining xabarida Qashqardagi odamsiz ushqu zavodining konkret qanday bir taraf qilinganligi tafsili tilga ilinmagan. Shundaqli ba'zilar Xitoy tarafining bu tushuntirishiga ancha qoyil bo'lmaganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi ilgari 70% sezgir va yuqori texnikalik mahsulotlarni Rossiya armiyasiga Xitoy ta'minlayotganligini mo'ljallagan. Hürmetli radyo anlıqçılar, Erkin Asya Radyosu diqqətinizdə növbətdəki minutlarni 10 fevral düşənbə tarqıtılıbatqan məzkur anlatışımızın vaqe həm mülayiz səhifəsiga bağışlayımız. Ben bugünkü program riyasətçisi Gülçehre. Bugünkü vaqe həm mülayiz səhifəmizdə öz muxbirlərimiz şundaqla dünyanın hər qaysı joylaridagi ixtiyari muxbirlərimiz, obzorchilarimizning tayyorlashidagi Uyg'urlarga munosabatli muhim temalarda tafsiliy xabar analizlari hamda obzorlar anglaysizlar. Muhtaram radio anglag'uchilar, undaqda programma mazmunlariga diqqat bergaysizlar. İkinci ayının 8 günü London şəhər mərkəzində Xitayının zor köləmlik elçixana seliş planıga qarşı çoğ namayış ötküzülgən. Namayışqa Uyğur, Tibet, Hong Kongluqlarning demokratiya və kişilik hüquq təşkilatlarından olub 28 təşkilat, şundaqlı yerlik ahalilərdən olub 4000 dək adam qatnaşqan. Angliyadagi ba'zi siyosiy arboblarmu bu namoyishga qatnashib so'z qilgan. Ular Londondagi bu tarixiy joyga Xitoy elchixonasi selishining Angliyaga haqorat va tahdid bo'ladiganligini o'tirg'a qo'ygan.
Tövəndə öz muxbirimiz Cavlan bu haqda təfsili məlumat berdi. 2 ayının 8 günü Angliyadagi Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliklarning demokratiya va kishilik huquq tashkilotlaridan bo'lib 30 ga yaqin tashkilot Londonda Xitoyning darajadan tashqari elchixona qurishiga qarshi namoyish olib borgan. Radiomizning egallashicha 8 fevral tushdan keyin Londondagi xalliq pul quyish zavodi atrofida necha minglagan namoyishchi Xitoyning bu joyda g'oyat zo'r ko'lamdagi elchixona qurishiga qarshi namoyish qilgan. Namoyishchilarning ko'p qismi Hong Kongliklardan tashkil topgan bo'lib, ular maxsus mashina bilan namoyish maydoniga to'shib kelingan. Namoyishni tashkillovchilarning bildirishicha, bu namoyishga taxminan 4000 odam qatnashgan. Namoyishchilar Londondagi muhim tarixiy o'rin bo'lgan xalliq pul quyish zavodi rayonida Xitoyning yangi elchixona selish planiga qarshi turgan. Shundaqli Angliya hukumatidan bu planni tasdiqlamaslikni talab qilgan. Bu namoyishga Angliyadagi siyosiy arboblar qatnashgan bo'lib, Angliya parlament a'zosi Sobiq davlat xavfsizlik ministri Tom Tugendant, Emgakchilar partiyasining parlament a'zosi Blair McDougal va Adolat ministrligining sekretari Robert Jenrick, Konservativlar partiyasining sobiq a'zosi Duncan Smith qatorliqlar namoyishchilarni qo'llagan ham so'z qilgan. Angliyaning sobiq davlat xavfsizlik ministri Tom Tugendant namoyishda qilgan so'zida mundaq degan: Xitoy Kompartiyasining Tibet, Xinjiang va Hong Kongda olib borgan qilmishlari dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarning, jumladan Tibetlar, Hong Kongliklar, Uyg'urlar va boshqa musulmonlarning qarshiligiga duch keldi. Chunki Xitoyning qilayotganlari bostirish va zulm. Mana hozir Londonning shahar markazida namoyish boshlanib ketdi. Bu joyda Xitoy elchixonasi mavjud bo'lmasligi kerak. Bizga bu yerda Xitoy Kompartiyasining cho'ng elchixonasi lozim emas. Konservativlar partiyasidan bo'lgan Duncan Smith radiomiz muxbirining naq maydon ziyoratini qabul qilib, mazkur qurilishni tasdiqlagan hukumatni tanqidlab, buning Angliyaning o'ziga qilingan ziyonkashlik, shundaqla Angliya fuqarolariga qilingan xiyonat ekanligini bildirgan. U mundaq degan: Xitoy bizga axlat mollarini to'kyotdi. Xitoydagi batariya va avtomobil yasash shirkatlari majburiy emgakdan foydalanib arzon baholiq tokliq avtomobillarni ishlab chiqaryotdi. Xitoy bankisi ularni yo'layotdi. Bular dunyo savdo tashkiloti qoidasiga xilof. Biz Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ham qul emgagidan foydalanayotganligini bilamiz. Bu ishlar hozir Angliya hukumati uchun muhim bo'lmasi kerak. Agar bu hukumat Xitoyning hamma talabiga ma'qul deydigan bo'lsa, qattiq xatolashidi. Namoyishga qaytilgan Angliya parlament a'zolari yana Angliya istixborot organlarining andishisini o'tirg'i qo'yib, Londondagi bu tarixiy joyga Xitoy elchixonasi selinib qolsa, uning Xitoyning eng cho'ng josuslik markaziga aylanadiganligini, u holda uning Hong Kongliklarga emas, Uyg'ur va Tibetlarga, hatto Angliya fuqarolariga tahdid paydo qiladiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy 2018-yilda Londondagi bu avod joyni, ya'ni 200 yillik tarixga ega xalliq pul quyish zavodi o'rnini setib olib, elchixona solmoqchi bo'lgan. Bu elchixonaning ko'lami aslidagi elchixonaning 10 naslga to'g'ri keladigan bo'lib, agar qurilish tamomlansa, u Xitoyning chet eldagi eng cho'ng elchixonasi bo'lib qoladi ekan. 2024-yilning oxiri London shaharlik soqchi idorasi bu yerga g'oyat cho'ng ko'lamdagi elchixona solishga mos kelmaydiganligini o'tirg'i qo'yib, Angliya hukumatining bu planni tasdiqlamasligini talab qilgan. Halbuki bu yil 1-oyda Angliya ichki ishlar vazirati bilan tashqi ishlar vazirati soqchi tarafning bu iltimosini rad qilgan. Amaliyotda yillardan buyon bu qurilish Angliya xalqining qarshiligiga duch kelgan. Shundaqla Angliya bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik masalaga aylangan. 8 fevral minglagan namoyishchilar Xitoy elchixonasi selish planlangan joyga yig'ilib, Xitoyning Londonda yangi elchixona selishiga qarshi turamiz. Xitoy maxfiy soqchilarining Angliyada paydo bo'lishiga qarshi turamiz degandek shuarlarni to'g'lagan. Londondagi bu namoyishni tashkillashda aktivlik bilan kuch chiqargan Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining mudiri, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat nomli tashkilotning boshlig'i Rayma Mahmud xonim radiomiz ziyoratini qabul qilib, bugungi namoyish haqida ma'lumot berdi.
elçixanını silish va buningga biz qarshi chiqayotganimizga necha yillar bo'ldi. Emgekçiler Partisi chiqqaningizni boshqacha bir xil Xitoy hukumati bilan qaytadan yaqinlashish bir nimasi bo'lardi. Shuning bu hukumatninki qarsak Xitoyga bir xil yaxshi muomala qilib, yana shu setib olgan yerga elçixana silishga ruxsat berdigandek shu bir shartlar bo'lgandikin buni Hong Kong, Tibet, Uyg'ur yana Xitoy hukumatininki ziyonkashlikka uchragan faoliyatchilar degandek shu birlashib hamda shu yerlik hukumatninki shu yerda turishliq musulmon qarindoshlarimiz shular birlashib qilgan bir nimati 4 mingdan ortiq odam kelibdi bugun. Rahima Mahmud xonim Xitoy qurmoqchi bo'lgan bu cho'ng elchixonaga bo'lgan andishisini o'tirg'a qo'yib mundaq dedi. Asosliq bizningki bu hukumatga bo'lma soqchiga isbotlaydiganimiz bu yerda agarda elchixona solsa shundoq cho'ng ko'lamlik namoyish qilib qolsak bexatarlik jihatdan har jihatdan mumkin emasligi. Shuning uchun bu o'rinninki birinchi Angliya o'zininki bexatarligiga, ya'ni uchur har jihatdan Xitoyninki shpiyonlik qilish nimasiga nayti foydaliq osonlik yaratib berish ehtimolligining nayti cho'ngligi, ya'ni birsi mening asosliq nutqimda so'zlaganim Xitoyninki hozir eng yuqori texnikalari orqali bizning Uyg'urlarga qaratilayotgan siyosiy qirg'inchilik, uningdan o'xshash shu yuqori texnikalik uskunlar orqali kamera, ovoz tonish degandek butun shularninki Angliya o'ziniki elchixonasi bo'lgandiki uni cheklayolmaydi. Buningda menga o'xshash va nurg'un Xitoy hukumatiga qarshi faoliyatchilarninki bexatarligiga cho'ng ta'sir bo'lganligi, anonki Angliya hukumatining o'zining ya'ni inson haqlarini biz eng yuqori darajada qo'g'daymiz degan va'dasiga ixlof bo'lganligi degandek shu asosliq shularni qaytadan esga soldik. Tibet va Hong Kong namoyishchilarimi radiomiz muxbiriga aytgan so'zida Xitoy elchixonasining kommunist Xitoyga vakillik qiladiganligini, u qanchaki zo'raysa o'zlariga shuncha cho'ng tahdid bo'ladiganligini bildirgan. Londondagi bu namoyish intayin yuqori kayfiyatda olib berilgan bo'lib, Angliya xalqining Xitoyning Yevropada kundan kunga zo'rayayotgan iqtisodiy va siyosiy ta'siriga bo'lgan kuchli noroziligini namoyon qilgan. Növətdə Fransiya taratqularida Fransiyadagi bir danglıq təntarbiya buyumlari şirketining Uyg'ur majburiy əmgiga chetishligi oshkorlanib qattiq qo'lg'ul qilinmoqda. Mutaxassislar va faoliyatchilar yangi oshkorlangan dalillar Fransiyaning jumladan Yevropa ittifoqining Uyg'ur majburiy əmgak mahsulotlarini nishonliq cheklash zaruriyatini kuchaytmoqda ekan. Tövəndə buning tafsilotini o'z muxbirimiz Erkindan anglaysizlar. Fransiyaning dаңлıq təntarbiya buyumlarini parça setish şirketi bo'lgan Decathlonning Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq Xitoy shirkatlariga mal zakaz qilganligi va Decathlonni mal bilan ta'minlovchi bu Xitoy shirkatlarining davlat omilligidagi Uyg'ur ishinchi emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirish orqali nomrodlikdan qutqizish programmalariga qatnashganligi oshkorlanib, Fransiya taratqularida qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Dünyadaki 70'den artıq dövlətdə 1700'dək tarmaq dokunu bo'lgan və Fransiya xalqı mahsulotlarini yoqtirib setib oldigan Decathlon növbət kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqid obyekti bo'lmoqda. Shundaqla Fransiya va Yevropa ittifoqining Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlariga qarata nishonliq cheklash tadbirlarini elishi talab qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Fransiyaning Disclose va Fransiya 2 nomli axborot kanali Decathlonning Xitoydagi mal ta'minlovchi shirkatlarining mahsulotlariga Xinjiang paxtasi ishiltish va Xitoy hukumatining Uyg'ur yezi ishinchi emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirish turlariga qatnash ahvoli ustidan tekshirish olib berib, bu shirkatlarning bu turlar bilan bo'lgan bog'lanishiga munosabatli dalillarga erishgan. Dokladda qayd qilinishicha, bu ishki axborot kanali Decathlonning Xitoydagi mal ta'minlovchisi bo'lgan Qingdao Jifa shirkatida tekshirish olib berib, bu o'rinda Uyg'ur ishchilarining ishlaydiganligini bayqamagan bo'lsa-mu, ammo bu shirkat xodimi mahsulotlarga Xinjiang paxtasi ishlatadiganligini dalillagan.
Shuningdek yana Qingdao Jifaning Qashqar viloyati Yangisar noyasidagi tarmoq mol ta'minlaguvchi shirkati bo'lgan Xinjiang Shirong shirkati bilan bo'lgan munosabati. Xinjiang Shirongning kasbiy mahorat tarbiyasi va yezi Xinjiangga kuchlarini yo'tkab ishlatish turlariga ishtirok qilganligiga oid dalillarga erishgan. One of the important suppliers of Decathlon is the Qingdao Jifa Group. Aloqador dalillarni analiz qilish va tahqiq qilishga qatnashgan Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Zenz 7 fevral ziyoratimizni qabul qilib mundaq dedi. Decathlonning muhim ta'minlaguvchilarining biri Qingdao'ni baza qilgan Qingdao Jifa guruhidir. Qingdao Jifaning Xinjiang bilan bo'libmi Xinjiang Shirong to'qimchilik guruhi bilan ta'minlash va ta'minlanish aloqasi bor. Bir jihatdan Qingdao Jifaning Xinjiang paxtasi ishlatadiganlik shirkat xodimi va yo'shurun tortilgan bir video orqali dalillangan. Adrian Zenzning ko'rsatishicha, Xinjiang Jifa to'qimchilik guruhi Xitoyning Uyg'ur emgak kuchlarini yo'tkash bo'yicha nishonliq yordam berish turlariga qatnashgan ekan. Secondly, Xinjiang Shirong is the work in Xinjiang itself is implicated. İkinciden, Xinjiang Shirong Xinjiangning o'zida mashg'ulot qiladigan korxona. U emgak kuchlarini yo'tkash bo'yicha nishonliq yordam berish turiga qatnashgan. Uning kasbiy mahorat, o'rta texnikum o'quvchilarini korxonalarga praktikaga avatish turi bilan bog'lanishi bor. Bular Qashqarning Yangisar noyasidagi Uyg'ur kursantlar bo'lib, biz ularning qanday besimlarga uchraydiganligi va bu besimning mazkur shirkat tarafidan bo'lganligini bilamiz. Biz 7 fevral Decathlon shirkatiga xat yozib, Xinjiang Shirongning Qingdao Jifa bilan bo'lgan munosabati va uning Uyg'ur emgak kuchlarini yo'tkash turiga qatnashganligiga baho berishini talab qilgan edik. Decathlon shu kuni muxbirimiz qavatgan bu vaqtdagi yozma bayonotida o'zlarining Qingdao Jifa guruhi bilan hamkorlik munosabatini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, ammo Decathlon ishlatayotgan paxtalarga majburiy emgak aralashganligini rad qilgan. Bayonotda mundaq deyilgan: biz majburiy emgakning barliq shakllarini qattiq ayblaymiz. Biz har kunlik mashg'ulotlarimizda, qimmat halqimizda bir butunlikka va negizlik haqlarini qo'g'dashga durustlik bilan kapolatlik qilamiz. Bayonotda qayd qilinishicha, Decathlon Qingdao Jifa guruhining qarmog'idagi Shandong Qingdao Jifa Huashin o'rchiq shirkati, Qingdao Jifa import-eksport shirkati va Yango Jifa Huashin o'rchiq shirkati bilan hamkorlik qilib bormoqda. Bayonotda bu shirkatlar ishlab chiqarilgan mahsulotlarning jip va raqlarining hammasini Decathlon ta'minlaydiganligi ta'kidlangan bo'lsa-mu, ammo biz Xinjiang Shirongga munosabatli doklantlardan xabarimiz bor. Biz bu masalalarga intoin astoydil muomala qilamiz deyilgan. Bayonotda qayd qilinishicha, Decathlonning Xinjiang Shirong bilan hech qanday savdo aloqasi yo'q ekan. Halbuki Yevropa Uyg'ur institutining qurg'uvchisi va mas'uli faoliyatchi Dilnur Rayhan bu doklad Decathlonni qonuniy javobgarlikka tortishda ma'lum shakldagi aniq dalillar bilan ta'minlaydiganligini ko'rsatdi. Hozir aniq bir dalil bor. Endi fakt bor. Masalan, videodagi deyilgan nimalar, ondan oshkorlangan Decathlonning Xitoydagi ta'minlovchi shirkatlarning tizimli o'tgandek. Ma'lum bizdagi isbotlar bor. Endi uningga faqat advokatlar bizga aniq turda bu deyiladi. Men qonun mutaxassisi bo'lmagan ekan, bunga hech bir narsa demayman, ammo aniqki ma'lum shakldagi isbotlar bor. Dilnur Rayhanning 7 fevral bu vaqtdagi maxsus ziyoratimizni qabul qilganini qayd qilishicha, navbatda ular boshqa tashkilotlar va qonunchilar bilan Decathlonni qonuniy javobgarlikka tortish mumkinchiligini o'ylashmoqda ekan. Hozir mushtatda biz buni strategiyaga qaratamiz. Balki mening kaynadan bo'layotgan sotninki, bizningki arzningki taraqqiyoti bo'yicha balkim Decathlonni qo'shishimiz mumkin. Hozir mayli bu anketda qatnashgan Disclosure unga hamdamda bo'lgan fransuz tashkiloti bo'lsin, bu masalalarda deyishyapmiz shuni qonuniy jihatdan qanday birga birish ipara olamiz. Undan boshqa qanday shaklda buni medialarda texmo kuchlantirib hukumatga va parlament a'zolari bularga qanday shaklda bisim keltira olamiz. O'ylashyapmiz. Texnogundan beri başoldu bu iş. Şuna biz deyishyapmiz bu masalani qanday shaklda ipara olamiz yani. Yevropa Uyg'ur instituti 2021 yildan beri 2 Fransiya ommaviy tashkiloti bilan birlashib, Fransiya sotiga 12 xalqaroliq marka ustidan arz sungan. Ular bu 12 xalqaroliq markani Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanish bilan ayblagan.
Ular Zara, Uniqlo, Nike qatorliq dаңlıq xalqarалық markalar ustidan arz sungan bolsa-mı, ammo uning hozirga qadar natijasi chiqmagan edi. Adrian Zenizning ko'rsatishicha navbatda dalillar Mashin Ruining hukmronligidagi Uyg'ur elida emgak kuchlarini yetkash, Uyg'urlarni Xitoy o'lkalariga yo'llash ahvoli kuchayganligini ko'rsatmoqda ekan. That the numbers of transferred laborers have been intensifying Adrian Zeniz Mashin Ruining siyosati bo'yicha yetkazilgan emgak kuchlarining soni ko'paygan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning boshqa o'lkalariga yo'llangan Uyg'urlarning soni ham ko'payganda qiladi. Umumjiyatdan olganda bu hukumatning intayin cho'ng siyosiy o'rinlashtirishidir. Uning siyosiy maqsadi Uyg'urlarning turmushini o'zgartirish, Uyg'ur jamiyatining tabiiy holatini o'zgartirib, ularni butunlay qayta shakllantirishdir. Biz buning uchun ularning nihoyatda jiddiy siyosiy tirishchanlik ko'rsatayotganligini ko'rmoqdamiz. Fransiya taratqullarining doklati Yevropa parlamenti va Yevropa komissiyasi o'tgan yil qonun chiqarib, majburiy emgak mahsulotlarining Yevropa bozoriga kirishini cheklashni qaror qilgan bir paytda e'lon qilingan. Ba'zi mutaxassislar va faoliyatchilar 2027 yildan boshlab ijro qilingan bu qonun majburiy emgak mahsulotlarining Yevropa bozoriga kirishini cheklashdagi muhim tadbir deb qarasimi, ammo Dilnur Reyhan majburiy emgak Uyg'ur elida ishlab chiqarishning har qaysi sohalarda keng mavjud bo'layotgan bir vaziyatda uning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini unumli cheklashiga savol qo'ymoqda. Dilnur Reyhan, men bu qonun Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklashga javob bera olmaydi deb qarayman. Chunki bu qonun yanada bek ojiz. Asli import mahsulotlarining majburiy emgakka chetilmaganligini isbotlash vazifasini Amerikaga o'xshash shirkatlarga ortish kerak edi deydi. Anlayotganinglar Uyg'ur tilidagi erkin axborot munbiri, Erkin Osiyo radiosi. Xitoy İctimai Fanlar Akademiyasining tadqiqotchisi Lu Wenli Xitoy xabarlari to'rining maxsus ziyoratini qabul qilganda Uyg'ur va Xitoy qatorliq har qaysi millatlarning bir-biri bilan madaniyat almashtirish, savdo aloqa qilish, to'y qilish va boshqa faoliyatlar orqali o'zaro ta'sir ko'rsatganligining, buning atalmish Junxo millatlarining birlikka kelgan shakllanishini tushunishning oshquchi ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Undaqda Uyg'ur tarixi va madaniyatini tadqiq qiluvchilar bu haqda nima deydi? Tövəndə diqqətinizlə müxbirimiz Uyğarның vaqtı tayarlagan proqramısı bolğay. Xitoy İctimai Fanlar Akademiyasi Chegara tadqiqot o'rni ishxonasining mudiri va tadqiqotchisi Lu Wenli yaqinda Xitoy xabarli to'rining maxsus ziyoratini qabul qilganda degan so'zida Uyg'ur va Xitoy qatorliq har qaysi millatlarning bir-biri bilan madaniyat almashtirish, savdo aloqa qilish, to'y qilish va boshqa faoliyatlar orqali o'zaro ta'sir ko'rsatganligini, buning Junxo millatlarining bir gavdaga aylanishini tushunishning ochquchi ekanligini bildirgan. Holbuki Uyg'ur tarixi va madaniyatini tadqiqlagan mutaxassislar Lu Wenlining fikrlarini keskin rad qilib, bunda qarashning tarix faktlar uyg'un emasligini, balki uning dal Xitoyning irqiy qirg'inchilik va assimilatsiya siyosati uchun xizmat qilganligini ko'rsatdi. Lu Wenli mundaq degan: Xinjiangni misolga olsak, tarixda mayli noiyalarga amaldorlarni avatish bo'lsin, askarlarni ishlatib dehqonchilik qilish yoki chegarani qo'g'dash uchun bo'lsin, bularning hammasi markaziy hukumatning boshqarishida bo'lgan. Har qaysi millat va guruhlar madaniyat almashtirish, nikoh, to'y qilish orqali birlashish, savdo va boshqa faoliyatlar orqali o'zaro ta'sir ko'rsatish andizisini shakllantirgan. O'zaro ta'sir ko'rsatish bo'lsa, tarixda Xitoydan boshqa millatlarning Xitoy bilan to'y qilish, savdo aloqa qilish, o'zaro yordam berish orqali namoyon qilgan to'g'ri yo'nalishdir. Bu Junxo millatlarining birlikka kelgan shakllanishini tushunishning ochquchidir. Turkiya Hacettepe Universiteti tarix fakultetining dotsenti, Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot institutining mudiri doktor Erkin Akram Lu Wenlining yuqoridagi fikrlarini keskin rad qilib mundaq dedi: Lu Wenli tarixni butunlay bormalagan. Tarixda Uyg'urlar bilan Xitoyning to'y qilishi umumlashgan emas. Agar umumlashgan bo'lsa, Uyg'urlar hozirgi madaniyati va kimligini saqlab qola olmaydi. Junxo millati degan hukm 20-asrning 5-ida o'tirib chiqqan bo'lib, bu faqat Xitoylarni o'z ichiga olgan. Wenli'ninki bu yazmasında
Xitoy va Sharq Turkistonliklar orasida ba'zi madaniyat munosabatlari, to'y qilish, tijorat qilish degandek, buning natijasida Junqo millatini shakllantirdi deydi. Xitoyningki davatgan Junqo millatini shakllantirish va uni paydo qilish jihatda bo'libmi Junqo millati engini shakllantirish bu to'g'ri emas. Chunki Junqo millatining engi degan bu hukmlar 20 asrning beshida boshda bu Liang Qichao degan maqolasida bu hukmni yaratgan, keyin Song Jungshan buni siyosiy bir ism qilib ishlatgan. Ammo har ikkisi buni ishlatgan vaqtida Xitoy millati degan ma'noda ishlatgan. Ya'ni bugun Xitoy davatgan 56 millatningki o'rtaq bir milliy kimligi degandek bir hukm yo'qdi u vaqtlarda. Shuningga bu Lüvenli bu yerda bu tarixchilikdagi anakronologiya degan bir hukmga xilof qilgan bo'ladi. Bu nima deganda davr vaqtni almashtirib tarix anlatish. Bu metodga tushmaydi, bu nayda cho'ng bir xato endi. Agarda shu vaqtlarda to'y qilib xitoylashgan bo'lsa, u vaqtida Sharq Turkistonliklarga xos o'zgacha madaniyati bo'lmadi, urf-odat bo'lmadi, diniy e'tiqodi bo'lmadi, ya'ni musulmon bo'lmadi. Yani Xitoylashadi. Hozir Xitoy bu milliy kimligini, alayidligini yo'qotishga tirishyapti va diniy alayidligini yo'qotishga tirishyapti. Hamda bu Xitoyda qurilgan hokimiyatlar Sharq Turkistonni besib olgan ahvollar uzun muddatlik emas, ya'ni 2000 yil besib olgan ahvol emas. Bu vaqtlik besib olgan ahvollar bor. Va bu vaqtlik besib olgan vaqtida Sharq Turkistonliklarmi mayli Xan sulolasidan bo'lsin, Manchurlargacha bo'lsin, bu hokimiyatga qarshi, ya'ni mustamlika hokimiyatga qarshi nurg'un isyonlarni chiqargan. Ya'ni Xitoy hokimiyatini qabul qilmaymiz deb qopgan hamdi. Türkiye Ege Üniversitesi Türk Dünya Tadqiqot Institutining professori Olimjon Inoyat Efendi Lümelining fikrining hech bir asosi yo'qligini ko'rsatib, mundaq dedi. Tarixda Uyg'urlarning Xitoy yoki Manjular bilan to'y qilish ahvoli yo'q deyarlik. Lümelining ko'zqarashlari tarix faktlarga uyg'un emas. Bu Xitoyning manfaati uchun xizmat qilgan siyosiy ko'zqarash. Xitoy hokimiyati Uyg'urlar bilan Xitoylarni to'y qilishga majburlayotdi va tashviq qilyotdi. Maqsadi bo'lsa, Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib tugatish. Manchurlar yoki Xitoylar bilan o'z roziligi va erkin irodasi bo'yicha to'y qilgan Uyg'urlar asosan bo'lmagan. Buningga Nozugum dastoni aytdi. Yaxshi paket bo'la oladi. Nozugum Manchur begi bilan to'y qilishga majburlanganda to'y kechisi Manchu begini bo'g'izlab o'ldirib qochib ketdi. İhbarxonmi Manchu imperatori Shenlong bilan o'linishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u Manchu imperatorini asla qabul qilmagan. Shunga Lovenlining fikrining hech qanday asosi yo'q. Uning fikri Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni shu antropologik jihatdan assimilyatsiya qilish maqsad va nishoni uchun xizmat qiladigan siyosiy xarakterlik bir ko'z qarash. Xitoy hokimiyati Uyg'urlarni Xitoylar bilan to'ylashga majburlayotdi. Tashviq qilyotdi. Bundan maqsad Uyg'urlarning keyingi naslini xitoylashtirishdan iborat. Bu Uyg'urlar uchun intayin xatarlik. Har bir Uyg'ur hushyor bo'lishi kerak. Bu sal qaralgan masala emas. Chunki Xitoyning niyati Uyg'ur tilini yo'qotish, dinini yo'qotish, madaniyatini yo'qotish orqali va hamda Xitoylar bilan to'ylashga majburlash orqali Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib tugatish. Şuna yoshlarimizni milliy ong bilan, milliy madaniyat bilan, milliy an'ana bilan tarbiyalash va yetishtirish intayin muhim vazifalarimizning biri deb o'ylayman. Lüvenli yana mundaq degan: Manchu imperatori Nurxoch Manchu xan bir gavdlashish hukumini ilgari surib, Xitoy tarixidagi buyuk birlashish vaziyatini texmi mustahkamladi. Bir gavdalashish siyosatining yo'li qo'yilishi o'zaro ta'sir ko'rsatish andisisining shakllanishiga texmi to'pa qo'shdi. Junqo millatlari o'rtaq o'yinning taraqqiyotini shakllantirdi va ilgari surdi. O'zaro fikr almashtirish jarayonida Manchu, Mo'ng'ul, Uyg'ur, Xitoy, Tungan va boshqa madaniyatlar bir-biriga cho'nqur singib ketgan bo'lib, ular birlikda Junqo madaniyatining bir qismini shakllantirdi. Istanbul Beykent Universitetining o'qituvchisi, Uyg'ur akademiyasi vaqfining raisi, Indiana Universitetining tadqiqotchisi doktor Mahfirat Kamal xonim Lüvenlining yuqoridagi fikrini rad qilib, mundaq dedi: Tarix va adabiy asarlarimizdagi faktlar Lüvenlining yuqoridagi fikrini ag'dab tashlaydi. Tarixdagi İhbarxon va Nozugumning ish izlari buning yaxshi misol bo'la oladi.
Hozir Uyg'ur ayollarni Xitoy bilan majbur to'y qo'zish orqali Xitoyning Uyg'urlarni xo'rlashi va daftarni qilishi chekiga yetdi. Bu Xitoyning Uyg'urlarni butunlay yo'q qilishni maqsad qilganligining ifodasidir. Bunda qaraydigan bo'lsak, bizning dasturlarimiz bo'lsin, tariximiz bo'lsin, bizningki bu ayollarningki yatlarga to'y qilish o'xshash bir an'ananing yo'qligini Uyg'ur ayollarininki yatlar bilan to'y qiladigan mundaq bir an'ananing yo'qligini ko'ramiz. Endi Xitoy bu an'anamizni buzish uchun nurg'un hiyla fikrlarni ishlatyotdi. Bularning birisi shu Uyg'ur qizlarini Xitoy bilan to'y qilg'izish nurg'un vositalarni qo'llanyotdi. Uyg'urlarning nopusini azaytish uchun Uyg'urlarni o'zimizning vatanimizda yo'q qilish uchun nurg'un vositalarni ishlatyotdi. Bularning birisi yoshlarni, qizlarni ishga ketkash, undan keyin yosh yigitlarimizni, dadalarni, akalarni, o'g'illarni turbalarga tashlash, qizlarni undan hech qanday tayanchsiz, hech qanday iqtisodiy manbasi bo'lmagan qizlarimizni aldab Xitoylar bilan to'y qilg'izish, mushuning bilan millatni qaynini bulg'ash, millatni yo'q qilishga urinish. Bu hamda tabiiy vosita. Albatta Uyg'ur xalqi erkin muhabbatni tashabbus qilgan bizning dasturlarimizdan qaraydigan bo'lsak, she'r romanlarimizdan qaraydigan bo'lsak, azaldan erkin muhabbat bir oilani qurishninki asosiy deb qaralgan. Hozir hamda mundaq bir majburlash bilan ayollarni ham dafsanda qilish, ham xo'rlash chekiga yetdi deb qarayman. Shuning uchun bu Xitoyninki kadrlarninki so'zlayotganlarning hammasi safsata, hammasi bizningki xalqimizningki ruhini tushirish, uningdek bir millatni butunlay yo'q qilishni maqsad qilganligining ochiq bir ifodasi deb qarayman. Qadrli radio anglovchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi. Xitoy Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini yepish va o'zini oqlash uchun har turli tashviqotlarni kuchaytirib kelmoqda. Yaqinda Xitoy doiralarining rayonda ochgan tashviqot xizmatiga doir maxsus yig'inida Mashinri qaytadan Uyg'ur elida sirtqi qarta tashviqotni kuchaytirishni va bu jihatdagi jamoat fikrini tashviqot orqali yetaklashga ahamiyat berishni ta'kidlagan. Tuanda diqqatlar Gollandiyadagi obzorchimiz Asiya Uyg'urning Xitoyning yangi tashviqot uslubi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshira olamdi nomli yangi obzorda bo'lsin. Maqoladagi ko'z qarashlar faqatla Abdurga xos bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Xitoyning yangicha tashviqot uslubi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshira olamdi. Xitoy uchur to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partikom tashviqot bo'limi boshliqlari yig'ini 7 fevral Urumchida ochilgan. Yig'inda Avtonom rayonlik partikom sekretari Ma Xinrui Xitoy doiralarining elib bormoqchi bo'lgan tashviqot xizmati haqida muhim yo'l yo'riqlarni ko'rsatgan. Uning deyishicha, Uyg'ur Avtonom rayoni tashabbuskorlik bilan Xi Jinpingning madaniyat ideyasini asos qilgan holda Xinjiangning tashviqot, ideya va madaniyat xizmatidagi yangi uslubini yaratish kerakmish. Ma Xinrui yana Xinjiangga aloqador sirtqi qarta tashviqot ko'rishini texnik kuchga elib berish, har millatning o'zaro sig'inishiga munosabatli bo'lgan real voqeliklarni tashviq qiladigan unumli gavda qurish, masalaning yiltizini tepish va to'sqinliklarni yo'qotish, bo'libmi ideologiya sohasining bexatarligiga kafolatlik qilish va bu jihatdagi jamoat fikrini tashviqot orqali yetaklashga ahamiyat berish, asosiy qatlamning tashviqot xizmatini ishlaydiganlar bo'lish va yaxshi ishlashni o'tirib qo'ygan. Demak, Mashinruining yuqorqi bayonlaridan tashviqot xizmatiga munosabatlik bu yig'inning asosiy maqsadi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshirishning yangi yo'llarini tepib chiqish yoki yangi uslubda irqiy qirg'inchilikni yoshirish tashviqoti elib berish bo'lganligi oshkora. Yillardan buyon kommunist Xitoyning Uyg'urlar haqidagi saxta tashviqoti nihoyat kuchli bo'lib keldi. Bo'libmi Uyg'urlarning haq-huquq masalasida Xitoy texmo keng doiralik tashviqotni yo'lga qo'yib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kuchining boricha yoshirib qilishga tirishdi. Ma Xinrui bu qitimqi tashviqot mas'ullari yig'indimi Uyg'urlarga munosabatlik tashviqot kurashlariga doir bir turlik nazariya va strategiyalik talablarni o'tirib qo'ygan. Undaqda biz
tashviqotning Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yo'shirishda qanday qo'llanilganligi, Xitoy bilan tarixdagi natsistlarning tashviqot uslubida qanday o'xshashliklarning borligiga qarab boqaylik. Tashviqot Xitoyning eng muhim angushlari. Tashviqot bo'lsa, kommunist Xitoy paydo bo'lgandan beri qurolliq kurash va birliksab harakati bilan birlikda kommunist Xitoyning kuchayishidagi 3 cho'ng angushtar deb ta'riflanib kelingan. Kommunist Xitoy hokimiyat qurgandan keyinmi tashviqot izchil yo'sinda jamoat fikri paydo qilish orqali hokimiyat kuchini mustahkamlash va xalqning ideyasini kontrol qilishdagi muhim qurol sifatida qo'llanilgan. Bo'libmi Uyg'ur eli, Tibet, boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarning zaminlarini besib olish va boshqarishda kommunist Xitoy tashviqot orqali yerli xalqlarning milliy ideologiyasini tizginlash, qarshi fikrdagilarni bostirish va bu orqali mustamlika tartibini qo'g'dashda tashviqot quroliga texnik kuchli tayangan. Misol ko'rsatsak, Xitoy Kompartiyasi o'z siyosiy tashviqotida Uyg'urlarni eng dastlabda aksini inqilobchi, boy pomshik, chet elga bog'langan unsur, pan-turkist, millatchi, o'ngchi, so'lchi, shujunjuyi deganlarga o'xshash turli tuhmatlar bilan qaralab va yo'qitib kelgan bo'lsa, eng oxiri Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berishda ularni butun millat gavdasi bo'yicha 3 xil kuch nomi bilan kategoriyalashtirgan. Shundaqla bu tuhmat ostida Uyg'urlarning haqli qarshiliklarini butunlay burmulab va uni zo'ravonlik, terrorlik bilan bog'lashda tashviqotdan kuchli foydalangan. Bo'libmi u uchur vositalari, ma'arif, madaniyat va boshqa ijtimoiy sohalar orqali bu xil burmulama tashviqotlarni takror va rangdor shaklda olib borgan. Buning bilan Uyg'urlarning atalmish milliy bo'lginchilik, terrorlik va radikallik jinoyati ko'p turib tashviq qilingan. Natijada Uyg'urlarni bir butun millat gavdasi bo'yicha jinoyatchi kategoriyasiga kirgizishda Xitoy ichida zo'r unumga erishilgan va Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik elib berishda o'zini haqliq ko'rsatish sharoitini hozirlagan. Xitoyning Uyg'urlar haqidagi tashviqoti yolg'iz Xitoy ichida elib berilmasdan, balki butkul dunyo miqyosida Uyg'urlarning milliy obrazini butunlay vayron qilishni maqsad qilib elib berilgan. Xitoy hatto buning uchun nihoyat inchik planlarni tuzish, uchurlarni kontrol qilish orqali Uyg'urlarning milliy qarshilik harakatlarini xalqarada Xitoydagi bir uchum Sharqi Turkistonchi bo'lgunchi terrorchi kuchlarning Xitoyga qarshi harakati sifatida ko'rsatgan. Lekin jazo lagerlari va majburiy emgak qatorliqlarning oshkorlanishi xalqarada yanada bir qism davlatlarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Hatto bu masala bugun Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi bilan Xitoy, Rus, O'rta Sharq qatorliq davlatlar orasida butunlay ikki qutblik qarashni shakllantirgan birdan-bir masalaga aylangan. Shundaqdimi Xitoy yanada tashviqotning kuchiga tayanib, irqiy qirg'inchilikni kishilarning esidan butunlay ko'tarib o'tmoqchi. Buning o'rniga millatlar ittifoq, jamiyat inoq bo'lgan Xinjiang obrazini yaratishga tirishmoqda. Mustamlika ostidagi Uyg'urlarning haqli qarshiligi. Uyg'ur eliga kommunist Xitoy oyoq bosgandan buyon Xitoy nufusining Uyg'ur eliga ko'plab ko'chirilishi va Uyg'urlar ustidagi bostirishlarning kuchayishi Uyg'ur elida Xitoy bilan Uyg'urlar orasida oyig'i chiqmas ziddiyat va to'qinishlarni o'tirg'a olib chiqqan. Uyg'urlarning tili, madaniyati va tarixi Xitoyning mustamlika siyosatlari ostida sistemalik buzg'unchilik uchirgan. Milliy va diniy urf-odat, an'analari tarixdan buyoqi eng og'ir yo'qotishga duch kelgan. Shundaq bo'lib qolmasdan Xitoyning Uyg'ur elidagi boylik manbalarini egilishi Uyg'urlarni normal erkin yashash va haq-huquqlardan ayirib tashlashiga ergishib, Uyg'urlarning qarshilik va norozilik harakatlarimi izchil davom qilgan. Aslida bular Uyg'urlarning millat kimligi, diniy e'tiqodi, madaniyati va boshqa yashash haqlarini qo'g'dashni maqsad qilgan edi. Lekin bu qarshiliklar Xitoydan iborat bir hokimiyatning tashviqoti orqali davlat bexatarligiga bo'lgan tahdid deb obrazlashtirildi. Shundaqla Uyg'urlarning barliq qarshilik harakatlarini davlatning tashviqoti orqali qaralash, burmalash va obrazini butunlay xunuklashtirish ilib berildi. Buning bilan Uyg'urlar duch kelgan og'ir qismatlar Xitoy ishchi va xalqarada burmalanib, Uyg'urlar tarixdan buyongi eng og'ir milliy yo'qotilish kriziga duchor bo'ldi. Natsistlar va kommunist Xitoylarning tashviqot uslubidagi o'xshashliklar. Natsistlarning yahudlarga qarshi tashviqoti ayni yillarda yahudlarni kamsitish, dushman sifatida tashviq qilish, obrazni xunuklashtirish orqali ularni radikal bir usulda millat gavdasi bo'yicha yo'qotishni nishon qilib elib berilgan. Natsistlar ommaviy uchur vositalari, kinofilm, ma'arif,
san'at qatorliq turli sohalarni kontrol qilish orqali Yahudilarning dushman obrazini yaratib, ularni jamiyatda yetim qoldirgan. Nasistlarning Yahudilarga qarshi tashviqotiga 1933-yili martdan boshlab Yosef Goebbels mas'ul bo'lgan bo'lib, u ayni chaqda nasistlarning tashviqot tarixidagi talant egisi deb ta'riflangan. Yahudilarning obrazini butunlay xunuklashtirish va nasistlarning obrazini ko'tarish tashviqotlarining hammasi dal Yosef Goebbels rahbarligidagi tashviqot organi ishlab tarqatgan. Mana shunday hokimiyat kuchiga tayangan tashviqot oqibatda nasistlarning Yahudilarga irqiy qirg'inchilik elib berishiga qulay sharoit hozirlagan. Xitoyning Uyg'urlar ustidagi tashviqot uslubimi natsistlarning tashviqot uslubi bilan asosan o'xshash. Ya'ni Xitoy oldi bilan terrorchilardan iborat bir saxta dushmanni o'tirg'i chiqarib, bu saxta dushmanni Uyg'urlar bilan chambarchas bog'lagan. Ondan Uyg'urlarning diniy e'tiqodi va urf-odatlarini xalqaro terrorizm bilan qaralagan. Arqadan terrorlikni yo'qotish nomida Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berish uchun mukammal bir sharoit hozirlagan. Darvaqa, mayli natsistlar bo'lsin yoki kommunist Xitoylar bo'lsin, tashviqotni kontrol qilish orqali zulmga uchragan bir millatning ovozini bo'g'ish va ularning yo'lliq qarshilik harakatlarini butun dunyoda mavjud bo'lishga loyiq bo'lmagan xatarlik dushman bilan bog'lagan. Gerçi Xitoy bilan natsistlarning ideologiyasida muayyan farqlar bo'lsa-mu, lekin tashviqotni qurol qilishdagi o'xshashligini bu farq sababli inkor qila olmaymiz. Natsistlar xalqning hissiyati va ideologiyasini kontrol qilish orqali Yahudilarga irqiy qirg'inchilik qilishni qonunliq va haqliq ko'rsatmoqchi bo'lgan. Xitoylar bo'lsa terrorlikqa qarshi turish va muqimlikni saqlashni bahona qilib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishdan iborat bu jinoyatni qonunlashtirgan. Bir davrning oxirlashishi va tarixning ogohlantirishi. Tarix bizga shuni isbotlab berdiki, bir partiyalik tuzumdagi har qanday hokimiyat, mayli u qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, uning xalq ustida o'tkazgan jinoyatlari hamon oshkorlanib kelgan. Xuddi natsistlarning tashviqoti ularning Yahudilar ustidagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yushirib qala olmagandek, kommunist Xitoyning tashviqotlari oqibatda Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yushirib qala olmaydiganligi bir haqiqat. Chunki uchurning taraqqiyotiga ergishib butkul yer shari miqyosida Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lish va diqqat texmi kuchaydi. Bu holat oqibatda Xitoyning yolg'onchilik yo'llarini taraytib, haqiqatning oshkora bo'lishiga sabab bo'ladi. Kommunist Xitoyning tashviqoti balkim bir bo'lak kishilarning meng'isini yuyalishi mumkin, ham shunda qila olgan edi. Ammo uning kuchi tarixning obyektiv qonuniyatini o'zgartirishga asla yetmaydi. Xuddi natsistlarning o'z jinoyati uchun og'ir badal to'laganiga o'xshash, kommunist Xitoymo tarixning so'riqiga duch keladi. 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yilligini xotirlash yuzasidan o'tgan hafta dunyoning har qaysi joylarida o'xshamagan shakllarda namoyish va faoliyatlar davom qilgan edi. Jumladan 8 fevral Belgiya poytaxti Bryusselning shahar markazida elib berilgan namoyishda yana Xitoyning G'uljida Uyg'ur yoshlari ustidan elib borgan 5 fevral qirg'inchiligi hamda hozirmi davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi tonishtirilgan. Tashviqot varaqchilar tarqatilgan. Mazkur namoyish haqida Shvetsiyadagi ixtiyor muxbirimiz Habibulla Izchi tafsiliy xabar berdi. 1997 yılı 5 fevral günü yüz bergen G'ulji yoshlarının norozilik namoyishining Xitoy qurolli kuchlar tarafidan bostirilganligining 28 yilligini xotirlash va hozir davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'nishtirish maqsad qilingan namoyish 8 fevral Belgiya poytaxti Bryusselning shahar markazida olib berilgan. Namoyish jarayonida Belgiya Uyg'ur jamiyati yana Xitoy qurolli kuchlari va soqchilarining 5 fevral kundagi bostirishi, tutqun qilishini ifodalaydigan turli suratlarni va plakatlarni tizgan bo'lib, namoyish maydoniga tizilgan bu suratlarni ko'rgan sayohatchilar va belgiyaliklar namoyishchilardan savollarni so'rashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Ichki ishlar komiteti mudiri va Belgiya Uyg'ur jamiyati raisi Akbar Tursun bu namoyish haqidagi tafsilotlarni ortaqlaştı. Endi ko'pincha vatandaşlarımızdaki xabari bo'lgandek, dunyoning har qaysi joylarida G'ulji 5 fevral qirg'inchiligini xotirlash namoyish bo'ldi. Biz har yili buni xotirlab
kelayotgandik. Bu yilmi o'xshashla shu Bryusseldagi shahar markazida bu namoyishni qildik. Undan boshqa hamda Xitoy hukumatiniki yaqinqi yillardan buyon xalqimizga qilib kelayotgan irq qirg'inchiligi, zulmlarni avam fuqarolarga anglatish uchun shu shahar markazida biz doim namoyish olib boramiz. Bu qatimmi shu maqsadda jiqroq qarindoshlarimizninki qatnashish uchun 8 fevral kuniga o'rlashtirdik. Bu Xitoyniki asli yuzini Uyg'ur xalqininki beshlik o'tayotgan bu zulmni xalqimiz bilish kerak. Qanchalik ko'p kishilarga bildirsak shuncha yaxshi. Biz namoyish jarayonida tashviqot varaqni taqatdik. Bundan boshqa biz tayyorlagan shu lozunka deymiz, har xil shu taqtaylarda Uyg'urlarninki beshlik o'tayotgan shu kunlar majbur emgak deymiz, bolalarning masalasi, ayollarni tug'utdan cheklash deymiz. irq qirg'inchilikqa oid har xil suratlar, lager shoirlarininki bayonlar degandek mush nuqtalarni sizlarga ko'rsatdik. Bularni to'xtab manga odamlarninki zoda hammasi ba'zilari elimizga kelib biz bilan birga shu namoyish tugaguncha elimizda turgan bo'ldi. Ba'zilari pozitiv inkaslar bo'ldi, qo'llayganlikni ifodaladi. Ba'zilarininki oz sondagi bir qism kishilarning Uyg'urlarning ahvolini bilmaydiganligi, ammo bu ahvolni ko'rib, anglab hayron qolganligini ifodalab o'tgan bo'ldi. Shanba kunidagi bo'lgan namoyishda asosiy maqsadimiz shu g'olji qirg'inchiligida qurbon bo'lgan shehidlarimizni eslash, ikkinchidan Xitoy hukumatiniki asli yuzini avom xalqqa bildirish edi. Biz shu maqsadimizga yetgan bo'ldik. Namoyish munoyati g'albilik boshlanib, g'albilik ayolashgan bo'ldi. Namoyishchilar yana tashviqot materiallar tarqatishgan. Bu qatimqi namoyishga Belgiya poytaxti Bryussel va uning atrofida yashaydigan Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, Belgiya Uyg'ur jamiyatidan G'ayrat apandimi bu namoyish haqida qisqacha o'zining hissiyotini o'rtoqlashdi. G'olji qirg'inchiligining 28 yilligiga 2-oyning 8-i Brusselda Belgiya jamoati tarafidan o'sha hammamiz birlikda namoyishni qildik. Kelgan odamlarning hammasi nihoyatda qizg'in bo'ldi, nihoyatda jonliq bo'ldi. Hammasi rostilla 28 yil deganning o'zimi shu vaqtda tug'ilgan bola bo'lsa, hozir 28 yoshga kelgan bo'libdi. Shu vaqtdagi qirg'inchilikda o'lgan odamning soni qanchalik uni bilmaymiz endi. Hech kim bilmaydi. Keyin vatan ozod bo'lsa-la bildiganga to'g'ri keladi-da. Shuningga aslab nihoyat bir yaxshi faoliyat bo'ldi. Kelgan ketgan odamlar, shu yerga so'rgan odamlarning hammasiga nihoyat qizg'in javob berildi. Belgiyadagi Uyg'ur jamoat hammasiga xabar qilib, shu yerga borgan chiqilgan odamlar keldi. Nurg'un odamlar kelib birga turib, aşağıda yerlik turistlarning hammasining oldida o'zining boykot China degan temasida, mushu boykot Shin Temo degan temada Xitoyning hozirgi genotsid qilayotgan to'g'risida shunchalik 2 soat vaqtida biz shu yerda birga turib ayt yaxshi bo'ldi. Jurnalistlar yerlik ularni kelib intervyu oldi. Uningga Akbar yana bir qancha fransuz tilida bildigan bolalar, ular ashlar bilan javob berib, ularning kelganlariga ayt yaxshi bo'ldi. Namoyishchilar Uyg'urlarga erkinlik, yaşasın mustaqillik, Xitoy Sharqiy Turkistondan yo'qol, Sharqiy Turkistonga hurriyat degandek shiorlarni to'lashgan. Ba'zi sayohatchilar va yerliklar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining yaqinqi zamondagi eng fojialik bir namoyandasi bo'lgan G'olji qirg'inchilik haqida va Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida xabarlardan ko'rgan bilganlarni bir-biriga tushuntirib, namoyishchilarning yanida namoyish tugaguncha birga turib madad berishgan. Bu programni Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi.